Assalomu alaykum. Bugun yana mana 28-fevral 26-yil qishni oxirgi kuni. Ertaga 1-mart bahorgi kun boshlanadi. Bahorda zelyoniy prokuror deydi turmalarda ham. Yashil prokuror deydi. Zelyoniy degani ochiq yo'l degani. Ochiqlikka, ozodlikka bahorda shu SSR davrida ham mart oylarida Stalinning vaqtida katta amnistiyalar bo'lar ekan. 25 yilga qamalganlarni ham amnistiya qilib chiqarib yuborgan ekan. Endi lager bo'lgan, arxipelag gulag, katta gulag lageri bo'lgan SSR vaqtida. Mana hozirgi vaqt O'zbekistondan Rossiya Federatsiyasida 1000 ga yaqin koloniyada 8000 ta mahbus bor. Endi shundan 1000 tadan 770 tasi bu исправительный axloq tuzatish koloniyasi, исправительный koloniya deydi. 100 tasi SIZO, 100 tasi yopiq tipdagi turma, 100 ga yaqin LIU deydi. Лечебно-исправительное учреждение. LIU degani bu tuberkuloz kasallarga 100 ga yaqin koloniyalar, yuqumli kasallarga, chisotka, qichima kasallarga, shularga mo'ljallangan koloniyalar. Ular alohida koloniyalarda saqlanadi. U tibbiy maxsus koloniyalar. Ana shu koloniyalarda hozir O'zbekistondan 8000 ta mahbus, 1000 tasi hozir urushga ketgan deyapti. Ukrainaga majbur emas, ixtiyoriy sudning qarori bilan advokatlar davay bunga jinoyat ishini to'xtatib qo'yinglar. Bu kontrakt tuzib, o'z ixtiyori bilan расчетный счетiga 400 ming rubl birinchi kontrakt puli, keyin yana 2000 rubldan 2000 dollar bo'ladi, 200 ming oylik, har oylik kontraktniki za boевые действия, jang maydonida borib jang qilgani uchun ham har oy keladi. Endi hozir ota-onalardan menga kelyapti murojaatlar, xatlar. Farzandimiz ketgan 3 oydan beri bedarak. Ana shunda izveshение keladi. Просто sizlarga hozir yuridik maslahat beryapman. Ko'p shu o'zbekistonlik jazoni o'tayotgan joydan kontrakt tuzib, nima maxsus spetsoperatsiya SVO deydi. Maxsus operatsiya, nima harbiy operatsiya perevodiga. Специальная военная operatsiya. Ukrainani borib baza bor Rossiyada, Yekaterinburgda katta baza, через Rostov, Luganskiy, Donetskga ketadi, boевой действияларga. Shunda izveshение kelishi mumkin. 3 oydan beri bedarak yo'qolgan shu chasti nimasida turmaydi. Ro'yxatida. Chunki ertalab va kechqurun proverka bo'lganda lичный sostavda shunda familiyasini aytganda chiqmaydi. Значит, uni уже ro'yxatda yo'q deb, bedarak yo'qolgan deb buni uchetga oladi.
3 oydan 6 oygacha keyin sud orqali qaror chiqaradi bedarak yo'qolgan deb. Lekin извещение 3 oy, 4 oy, 5 oyning ichida keladi. Bizda chasta yo'q. Buni hozir jasadini ham topolmayapti. Endi vafot etgan bilan nima qilmoq kerak? Vafot etdimi? Bu qora xatmi? Qora xat emas. Может, asrga tushgandir. Taxmin bo'yicha, versiya bo'yicha. Может, nima yarador bo'lib gospitalga endi shaxsi aniqlanadi. Asrniki ham xachujit degan nimada u ham aniqlanadi. Bedarak degani yerto'lalar bor. Shu ko'p joyda shu podvallar ichida, shu yerda ko'pi yashinib ichida yashab yuradi. Keyin 1-2 oydan keyin chiqadimi, shunday qilib jonini saqlaydi. Shuning uchun bu bergan savollarga shunday maslahat beryapman. Mana bizda yuridiskiy nimaga qaysi chastdan извещение kelgan bo'lsa, shu chasta aniqlab, shu chasta 3 oy уже bedarak bo'lgandan keyin 3 oylik oyliklarini har oyi 200 ming rubl, bu 2 ming dollar, bizda pulga 25 million puldan o'ndirsa bo'ladi. Uni ham sudning qarori bilan yuridik hujjatlarni olib borib, uni o'zini ro'yxati bor. Pullarni plastik karta orqali shu chasti, qaysi chastdan ketgan bo'lsa, buxgalteriyasidan ota-onasini yoki turmush o'rtog'ini plastik kartasiga pullarni taylasa bo'ladi. Lekin hamma hujjat bo'lishi kerak. O'zini spetsial ro'yxati bor. U ro'yxatlarni men Telegram kanalga, yuridik jurnalist Telegram kanaliga ro'yxatiga qo'yaman, ko'rasizlar. Bundan tashqari ikkinchi eng dolzarb savol. Shuning uchun men hozir sarlavhaga ham perevod masalasida dangal bo'ladimi, bo'lmaydimi degan savol chiqyapti. Dangal. Keyin yana ikkinchi u trollchimi deyman yoki provokator turmada o'tirganda ularni quloq deydi, kozyol deydi, provokatorlar yoki lokator o'tirib. Ana shular buzg'unchilik, suvda tinch o'tirgan loy qatadigan kerosin benzin sepkich, shunday negativchilar. U nima deyapti? Birinchidan, siz deyapti, qaror chiqqan. Ha, qaror chiqqan. 1 yildan beri qaror amalga oshmayapti. Siz bizda aldayapsiz. Ota-onalarning nomidan chiqyapti. Ota-onalar mana 9,100 dan oshiq podpischigim bor. Shularni 80% menga sodiq. Har chiqqanimda ham yurist tog'a izlanishdan to'xtamang, charchamang, boringizga shukr, rahmat, yangiliklardan aytib turing. Mana 2 haftama chiqmay ketdingiz, nimaga chiqmay? Haqiqatda xafa bo'ldimda. Shuncha mehnat qilyapman. Rahmat o'rniga la'nat, mana shu eshityapman, mana shunday negativchidan. Bu negativchi aqli bormi yo? Bizda shu esir vaqtda 99 terdi. Bitta nimaga desa, bitta shariga yetmaydi. Shariga yetmaydi. Miya nimasida. Nimaga unday deydi bo'lmasa? Nima deyapti? Mana qaror chiqqan. Nimaga olib kelolmayapsiz? Qo'lingizdan kelmaydimi?
Men 8 mingta, 9 mingta u uchun отдельно O'zbekistonda bosh vazir bor, prezidentimiz bor, harbiy mudofaa vaziri bor, ichki ishlar vaziri bor, bosh prokuror bor, adliya vaziri bor, qonunlarni chiqaradigan, moliya vaziri bor. Ana shular nima bosh vazirni vazirlar mahkamasi deydi, kabinet ministrov. Bosh vazirga bo'ysunadigan odamlar. Endi birinchidan mana isbot qilamiz. Men yurist, bu provokator. Qani sizlar o'zlaring baho beringlar. Kim to'g'ri aytyapti? Siz deyapti. Qaror chiqqan bo'lsa aldab kelyapsiz. Qarorni prezident chiqargan bo'lsa, mana birinchi qarorni men aytay, O'zbekistonda ichidagi qaror ishlamayapti deganman. O'lik qarormi? Ishlamayotgandan keyin o'liksa ijrosi bo'lmayapti. Ijro bo'lmaganga jinoyat ish qo'zg'atish kerak o'zi qonun bo'yicha. Bu qaror qanday chiqqan? 24-yilda shu may oyida adashmasam 2 yil oldin Olim Sulaymonov degan Qibrayda bir deputati keyin ishdan ketdi. Men olib kelaman 45 mingta dedi. O'zi Rossiyada statistika bo'yicha, ichki ishlar statistikasi bo'yicha, Gufsinda statistikasi bo'yicha 8 mingta o'zbekistonlik mahbus o'tirgan ekan. Bu aytyapti 45 mingta deyapti. Nimaga 45 mingta? Hayronman. O 45 mingta shunda Oliy Majlisga ovoz yig'aman deb 45 mingta ovoz yig'moqchi bo'lganlar Oliy Majlisga kandidaturani qo'ysa. Lekin Oliy Majlis emas, даже Qibray bir mahalla местный rayonniy deputatligidan ham ketdi. Ketgandan keyin Tashqi ishlar vazirligini chet el migratsiyasi bo'yicha ishga kirdi. Koreyaga yuborish yaxshi joy. Ana undan ham haydagandan keyin hammangni sotaman. Lekin unda emas, u olib kelaman deb va'dani berdi, lekin olib kelaman. Men olib kelaman deganim yo'q. U may oyida Hayit bayramiga 45 mingta mahbusni samolyotga mindirib olib kelaman. Men o'zim olib kelaman degan gap ana shundan chiqqan. Mendan emas. Men haqiqatda izlanish degani analitika. Rahmat, mana ko'p ota-onalar izlanishni olib boring, o'rganing. Izlanishni olib boryapman. Ana shu negativchi hozir aytyapti. Izlanish nima qildingiz? Qani olib kelganingiz deyapti. U Olim Sulaymonovni olib kelaman deganini menga nima qilmoqchi? Siz aldayapsiz deyapti. Qanday aldayman? U qarorni tarixi bor. Shunda may oyida O'zbekiston bosh prokurorining o'rinbosari Svetlana Artikova shu vaqt senatda senator bo'lib Qonunchilik palatasida ham proyekt qilar ekan. Shunda proyekt qilgan ekan. Xorijiy davlatlardan O'zbekistonlik mahbuslarni olib kelish mexanizmi bo'yicha proyekt tuzildi. Shu may oyida. Buni proyektni tug'ilishini aytyapman, qanday bo'lgan. Keyin uni senatga qo'yildi. 24-sentyabrda senatga qo'yildi. 24-yilda 24-sentyabrda. 13-mayda ko'rib chiqqan ekan Qonunchilik palatasida proyekt. Proyekt bo'lgan. Chala. Keyin
Senat buni tasdiqladi. Endi kimni nimasi qolyapti? Prezidentimizni. Как раз 24-yil 24-oktyabrda qo'l qo'yilgan bo'lsa Senatda shu 1900-qaror. 24-yilda 5-mart kuni, to'g'risi dekabr kuni 4-dekabrdan 5-dekabrga o'tar kechasi. Как раз 3 kun, 4 kun qolganda nimaga? 8-dekabrda Konstitutsiya kuniga tayyorlagan. Ana shunda 1900-qarorda xorijiy davlatda O'zbekistonga, vataniga o'zbek migrantlarini, endi mahbuslar degan, lekin migrant deyilmagan. Biz endi o'zbek migranti deymiz, mahbus bo'lib qolyapti ular. Olib kelish qarorda protsess ko'rsatilgan. Uni ijrosini kimga? Prezident shunda Shavkat Mirziyoyev qo'l qo'yyapti. Ana shu qarorda 1900-qarorda eng oxirgi abzatsida zakljuchительный joyida O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovga ijrosi yuklatilyapti. Ana. Menga emas. Hurmatli, hurmatsiz, dushman trolchi. Adashmang. Miyani kulichat qiling. Zadniy xod qilmang. Zadniy xod ketyapti. Ana shunda sizga chista men dehqoncha ko'chani gapida tushuntiryapman. Yurist bo'lsam ham etikani mayli chekka qo'yib undayga tushuntirmang. Lekin men so'kinmayapman. Pastga inson nimasini, qadrini paymol qilmayapman. Normalniy gaplashyapman. To'g'ri? Oddiy mana ko'chada gaplashadigan tilda gapiryapman. Bundayga tushunmayapti-da. Hurmatli ham deyapman. Trolchi bo'lsangiz ham, dushman bo'lsangiz ham, hurmatli dushman. Endi bunday bo'layapti. Bosh vazirni so'kmasdan, menga aytyapti, siz deydi, davlatni yomonlayapsiz deydi. Bo'lmagandan olib kelolmagansiz. Davlatga yuklatilgan bo'lsa. Undan keyin 25-yil fevral oyida Jinoyat protsessual kodeksiga shu 1900-qarorda ko'rsatilgan boblar kiritildi. 1900 Jinoyat protsessual kodeksini 55-bobiga adashmasam 610-modda Jinoyat protsessual kodeksi. Xorijiy davlatdan, endi xorijiy deganda Rossiya ham kiradi. Endi shunda ham so'radi. Xorijiyga Rossiya kiradimi? Ha, kiradi-da, nima? Yaqin xorijiyda biz ularga inostraniy, biz ham ularga xorijiy bo'lib qoldik. Ana shunda 610-moddadan 623-moddagacha 13 ta modda kiritildi. Olib keladigan, pulini kim to'laydigan hammasi ko'rsatilgan. Buni nazoratini bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldashevga yuklatildi. Qarorda yozilgan. Men bu yerda prichom? Men ne prichom? Men analitika qilaman, sizlarga ko'ngillaringizni ko'taraman. Yomon bo'lsa, endi xafa bo'lmaysizlar. Bor real narsani aytaman. Ana shuni aytmoqchi edim. Endi bitta asosiy narsani aytaman. Men как yurist. Savol beryapti. Dangal ayting, to'g'risini ayting. Bo'ladimi perevod, yo'qmi deyapti. Qon qivordi. Bo'ladi. Lekin mana shunday trollarga bo'lmaydi. U uchun o'tiraversin. Qatayiga kirib negativ tishaqda
O 93 benzinni ham shaxsiz sepaversin. Nimamdan chiqib ketsin. Meni video kanalimdan. Men uni blokirovka qilib tayladim. Undaylarni yana blokirovka qilaveraman. Qo'rqmay aytaman. Ham menga qarshi chiqqanni hurmat qilmagandan keyin, eshitgisi kelmagandan keyin bo'ladi. Sizlarni podдержкаларing kerak. Vaqti soati o'rganyapman. Va o'rganish qachongacha bo'ladi? Butun umrim o'rgansa bu. Qilmayapti-da. Nima bormadi bo'lmasa Qirg'izistonga bizda delegatlar. Borsin edi, gaplashsin edi. Mana men gaplashib turibman. Tashiyev mana ketdi. KNB, bizda SMB deydi, derdi. O'rda KNB, Komitet nasionalniy безопасности Qirg'izistoni. KNBni boshlig'i o'zi olib keltirgan ekan. Lekin hammasi prezidentdan. Sardor Japarov ana shu Rossiyadan 1,5 mingta, o'zi 7,5 million Qirg'izistonda aholisi bor ekan, 1,5 ming mahbusni olib kelib oldi. Uni proses qanday bo'ldi ularniki? Biz mana qildik. 623 gacha 13 ta kodeksda ham kiritdik, 1900 qarorda ham chiqardik. Rossiyadan xat yozyapti, davay. Nachalniklari ham 469-modda Rossiyada bor, shu perevod qilish. Shu bo'yicha chiqyapti. Keyin u tomondan farzandlaringiz, turmush o'rtoqlaringiz aytayapti. Tashqaridan sizlar ham yozinglar. Chereski prokuratura jo'natinglar, O'zbekiston prokuratura. Ko'pi O'zbekiston prokuraturasiga xat beryapti. O'zbekiston prokuratura shablonni ответ beryapti. Уже standartni bo'lgan. Xalqaro shartnoma Rossiyadan O'zbekistonga olib kelish tuzilmagani uchun rad etilyapti. Всё. Unga men aybdor emas. Prokuratura shunday javob beryapti. Rossiyaga kim boryapti bu xat? Rossiyada ham международный договор не составлен. Ana shunda уже boshlayapman. Qozog'lar qanday olib keldi? Armaniston qanday olib keldi? Boshqa davlatlar olib kelgan. Bu sabab bor ekan, 98-yilda bunga biz kirmay qolgan ekanmiz xalqaraga. Hamma 98 o'tibdi. Keyin boshqa konvensiya bor ekan, xalqaro konvensiya. Strasburg konvensiyasi 2000, men tarixini aytib beryapman hammasini, mana yoddan bilaman. Bo'yicha kitob, mana hammasini aytib beryapman. Strasburg konvensiyasi xorijiy davlatlardan mahbuslarni o'z vataniga olib kelish to'g'risida о переводе заключенных, иностранных заключенных на свою родину, любой davlatga bu nima qiladigan. Имеется конвенция от 21 марта 83 года. 21 mart 1983 yilda chiqqan ekan. Oho. 43 yil oldin. Shunday bo'lyapti. Ha. Endi shu vaqt Rossiya 2005-yilda ratifikatsiya qilyapti. Shu 83dagi mumkin ekanda. Strasburg Fransiyada ekan. Shahar Fransiyani janubida joylashgan shahar ekan.
ana shu yerda shu konvensiya ekan, shu yerda gramota berilgan ekan. Ular konvensiyaga kiritibdi. O'zlarinikini ham olib kelish, o'zlariniki ham Turkiyada o'tiribdi, Amerikada o'tiribdi, Italiyada o'tiribdi, olib kelgan. Endi Qirg'iziston, shuni ham o'rganish kerak. Qirg'iziston 24-yil 20-dekabr kuni Qirg'izistonni Jo'qorg'i Kengashi, o'zimizdagi Senat, Oliy Majlis qaror chiqaryapti. Shu konvensiyaga a'zo bo'lish to'g'risida. Strasburg konvensiyasi 1983-yil 21-martdagini Qirg'izistonda ratifikatsiya qilish uchun Japarovga qo'l qo'ydirtilyapti. 22-dekabr 24-da Japarov qo'l qo'yib yuboryapti. O'zi o'tirganda biladi u. 24-yildan qonunning kuchga kirib 25-yil mana shu dekabrgacha hammasini olib keldi. 1,5 ming kishi. Endi hozir yana bitta sensatsiya. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov amnistiya qilaman deyapti endi. Mana shu olib kelgan 1,5 mingtani u Rossiyada qamalgan ular deyapti. Ana shu taktikani biznikilar ham qilsa bo'ladi. Ana shuni meni podдержка qilinglar deb chiqdim. Ana shunda izlanish olib boryapman. Menga kesatib ishlangiz qani natija. Men aytdim, boqimandamisiz? Boqimanda deb haqorat qilyapsiz. Biz kutib qon bo'ldi. Harakat qilinglar. Meni kanalimga a'zo bo'lib tarqatinglar, ko'paying. Har bir kishi mayli moddiy yordam rivojlanishga bermanglar, hech kim nima kerak emas. Hamma qiynalib qolgan. Lekin 100 ta odamga tarqatsa bo'ladi-ku, har bittasi. Mana 9 mingta odam ko'rayotgan bo'lsa, bir-biriga podelitsa qilib, пересылка qilib jo'natsa bo'ladi-ku. Bu degani bu YouTube'da shunday qonuni bor. Qancha bunday bir-biriga ko'paytirib tarqatilsa, shuncha prosmotr bo'lsa, shuncha like yozilgan bo'lsa, shuncha подписка bo'lsa, prezidentga tezroq borar ekan. U qonuniy ekan. O'zlari hech narsa qilmasdan bir ikkita sadoqatlilar menga chiqyapti, boringizga shu chiqyapti, nima qilyapti. Qolganlari, mana statistikani ko'ryapman. Kuzatuvchi. Qo'rqib turibdi, xuddi like bossa, yo ichkariga kirib без подписка ko'rib olsam bo'ldi. Haligi o'g'rincha. Yoshligimizda kinoga bilet to'lamasdan daraxt ustidan ko'rardik, uvol ustidan ko'rardik. Letniy kinolar teatrlar bor. Ana shunday bu yerda ham o'g'rincha, yashirincha kirib ko'ryapti-da, bez bilet. Endi unday bo'lmaydi. Bu farzandlaringizni, kimni turmush o'rtoqlarini nochor Rossiyada nima mahbus o'tirganlarni ozodlikka chiqarish bo'yicha aksiya ketyapti. YouTube'da. Men chiqaryapman. Bilganim uchun chiqaryapman. Mana nimani 24 ta ratifikatsiya qildi. Yana bitta nima bor bizda. 2016-yilda mana shu to'g'risida ham gapirgandim oldin ham.
Vladimir Putin u ham mana mujik bir tomonlama 107 qarorni chiqargan. 1-maydan menda bor. Men gruppaga ham qo'yuvdim. A переводе 7000 shu vaqt 7000 ta bo'lgan ekan. 2016da. 2015da u qaror chiqqan ekan. 9-may G'alaba bayramiga 75 yilligiga amnistiya bo'lgan ekan. Shu amnistiyaga 7000 ta o'zbek перевод bo'lish kerak. Nimaga? O'zbekistonga deb shu may oyida bo'lgan sobiq prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov endi vafot etganlarni yomonlash kerak emas yoki hech narsa aytmash kerak. Va qo'l qo'ymagan. Yangi kelgan hali 3 oy 4 oy yarim yilgacha sinovda yurgan. Shuning uchun qolib ketgan bu. Putin o'zi bir tomonlama, ikkinchi tomon qo'l qo'yganda ana shu bilan ham ana shu ham yo'q hozir. Endi hozir mana shu qirg'izlarni praktikasini olsak, shu konvensiyani ratifikatsiya qilib, shu proses xuddi nima mana 1900 qaror chiqqanday, mana sizlarga kartani ochyapman. Chiqqanday mexanizmday. To'g'ri aytyapmanmi? Bu meni qo'limda emas. Men sizlarni shunga podstrikat qilyapman. Sizlarni shunga urg'u beryapman, davayte. Shunday qilaylik deyapmiz. Yo'lini bilaman men. Bilaman, to'g'ri. Sizlarni olib boryapman, o'rganyapman, analitika qilyapman, logika qilyapman. Ana shuni perevod deyapsan, mana shuni kartani ochyapman. Uni mana men chimoq tiqib tayladim. Chorniga. Chiqmasin vaqti. Yo'q, podдержка qilish kerak-da. Rahmat aka, meni ruhimni ko'tarish kerak. Bu deb. Bittasi chiqqan edi. Nechinchi yil ham Gula degani. Bir oyingiz go'rda deb. Endi uni Alloh biladi. Birovga o'lim tilaguncha o'zingizga hayot tilab aytadi. Mana yuribman-ku, 71ga kiryapman. Normal. Kompyuterda ishlayapman. Ochkisiz yozaman hamma. Mana hozir bitta ham kitobga hech narsaga qaramasdan hamma statyalar qaysi nima nechinchi yil chiqqanigacha aytib beryapman. Bovani pensiyaga chiqarish kerak deb o'zi ertaga infarkt bo'lishini 50 ga kirmasdan o'ylamaydi. Yoshimizgacha duo qilinglar, biz ham kiraylik deb duo olinglar. Shu endi men sizlarga ad-dushi mana shu yerda aytyapman-da, maslahat beryapman. Mana hozir shu qirg'izlarning protsessini qilsak, ulardan shu tomonni olsak, Qonunchilik palatasiga kiritsak, Svetlana Artikovnaga bu proyektni razrabotka qilib Senatga kiradi. Senatda tasdiqlansa, mana shu 26-yilda o'zida prezidentimiz qo'l qo'yib yuborsa bo'ldi. Chunki prezidentimiz biz tomon ketyapti. Mana migrantni jasorat bilan. Men aytardim, bizni hali migrantlarga Rossiyada shuncha uylarni qurdim 2018da chempionat meralarda 18 ta stadion qurdik, kosmическийday qilib. 2014da betonlarni ostida nechtalar o'lib ketdi. Sochi olimpiadasini qurdi. Jasorat medali o'zbeklarga qahramon migrant degan bir haykal qo'yish kerak degandim. Mana jasoratni berdi.
qancha O'zbekistonlik muhojirda yurgan musofirlar ruhlandi. Bitta dvornikni qilgan ishiga 7-etajdan ushlab oldi. Endi qovurg'am sindi dedi, yolg'on ekan, qovurg'asi sinmagan ekan. Ushib bo'lgan. Lekin ushladi. Mana undan keyin xotinlar adyal bilan yana 11-etajdan 1,5 yoshlar tushgan. Uni ham ushlab olgan. Shunday nimalar bo'lyapti, mo'jizalar, chudisa. Endi bu yerda ham mo'jiza bo'lishi mumkin. Qo'l qo'yib yuborsa, mana shu bir varianti. Shu yetmay turuvdi, konvensiya. Mana konvensiya. Konvensiyani ham men topdim. Bu 24-yildagi maydagi u Olim Sulaymonovning provokatsiyasi emas. Olib kelamiz degani. Men shunda 350 ta video chiqardim. Hozir 370 ta bo'ldi. Shu videolar ham hammasi kartalarda oldida, mana daskalarda oldida ko'rsatyapman. Rossiyani nechta zonasi, qaysi zona, hamma zonani. Borib ham keldim komandirovkaga, Xanti-Mansiyskiga bordim. Said Usmon deganga 9 yilda onasini vыступленияsi ham bor. 4 yil qilib berdim. 228 4. Kamida hozir 10 yil, 11 yildan beryapti. Yoki eng nimasi yengillik qilganda 9 yil beryapti. Shu vaqt 6 yil, 5 yil, 4 yil, 3 yil ham olganlar bor edi. 228 4. Mana. Keyin Novosibirskga 2 marta bordim fevral oyida. Olib keldim bittasini zonadan. Ekstraditsiya qildirib. Endi shtuchni bitta odamlarni olib kelsa bo'ladi. 100 gacha kafolatim beraman, olib keladilar. Lekin massoviy, totalniy birdaniga 7000 tani olib kelish bu butun armiya kerak. Milliard bo'lmasa ham katta pul to'g'ri milliard ajratilishi kerak byudjetdan. Yo'lga ketadigan xarajatlarni. Uni davlat qiladi. Moliya vazirligi ajratadi. Ichki ishlar vazirligi mana bittasi hozir qamalga olibdi, jazoni ijro etish bo'yicha boshqarmasi departamentini boshlig'i mana qamalda mana 183 milliard pulni yeb olgan. Talon-taroj yeb oldi deydi endi. Ana shu zakljuchonlarni kelib joylashtirsa bo'lardi-ku. Yarmini amnistiyaga chiqarib yuborib, bo'sh joyga qo'ysa ham bo'ladi. Qo'lida-ku. Ana probatsiyaga borsin hammasi. Shu yerda домашний ares bo'lib turar joyiga, shu yerda hatto onalari ham ovqat berib qarab. Atak hozir 10 yil, 20 yil. O'tgan nimada aytdim, 20 yil berdi bir yigitga. Bir so'rashganiga. Naxodkada Yo'ldashev qahramon degan delasi bo'yicha bordim men. 25-yil mana oktyabrda bordim. Putin ham Vladivostokda Naxodka degan joyi bor ekan. Ana Primorskiy krayda. Bordim. Atomniy podvodniy lodkalarni ham remont qiladigan joy ekan shu. Yaponiya qirg'og'ida ko'rinib turibdi. Shu общежитiyada turgan. Общежитие kommunalniy. O'rtog'imdan chiqqan. Uni ichgan degan. Qanday endi o'zbek bo'lib ichib yurmaydi, o'rislar o'zlari ichadi. Bez ekspertizani buni sudya ichgan degan. Ichgan mayli. Ekspertiza yo'q. Даже tergovchi qonda ham qolish kerak bir hafta. U ham yo'q. Ana xotin kishi 2 kundan, 3 kundan keyin borib ariza yozyapti. Nima debdi? Shu yigit 81-yil shu vaqt
21-yilda 40 ga kirgan, hozir mana 44 ga bordim. Naxodkadan 100 kilometr narida, nimadan Vladivostokdan 300 avtobusda bordim. Volochanskiy, Partizanskiy rayon degan joyi bor ekan. Shu yerda Amurskiy zaliv tomonda buxta, shu yerda plyajlarda shunday joyda Yaponiyaning nimasi, manzarasi, daraxtlari hammasi. Shu yerda beton chiqaradigan brigadada ishlayotgan ekan. 20 yil beryapti. 81-yil, shunda 21-yilda bunga sud qilib, u bolani 5 yashar bolani onasi bilan koridorda kelayotganda bespomощный состояние, ojizligidan foydalanib deyapti. Qo'lini uzatganda через трусisi deyapti, lekin u shortik bo'lgan, shortik. Qalin-ku. Qo'li jinsiy organiga tegib ketibdi. Tut deb qo'yibdi. Onasi ubili ruki deb baqirgan ekan. Bo'ldi shu показание. Bola bo'ldi. Endi bola показание beryapti. Psixologlar oldida tergovchilarga tergov nimalarni o'qiyapman, sud показанияларni ham. Dadinka хороший deyapti. Men bilan so'rashdi deyapti. Shu meni qo'limda ushlaganman, nimamda ushlasa, meni og'riq. Onasi provokator. Bunga bilmayman nima qilgan. Haligi jinsiy organdan ushlab oldi deyapti. Salomlashaman deb deydi, qo'li deydi pastga qattiq ushlab, keyin ubili degandan keyin qo'lini qo'yib yuborib, ladno ne bo'ldi, izvinitsa deb ketdi. Ikkinchi показаниеda so'kdi meni deyapti. Qarang qanday. Bolani ekspertiza qilyapti. Hech qanday nima yo'q. Keyin advokatimi kimdir o'rgatyapti. O'zbekistonda ushlasa bo'ladi. Surxondaryoda mana shunday nima bor ekan, odat yigitlarni 5 yasharda sunnat qilgandan keyin ko'rish, u boshqacha Rossiya netu deb shuni kimdir tergovchi tiqqan. Shunday odat bo'lganmi deb savol bergan provokatsionniy nimaga. Gumonlovchi bizni qahramonga, Yo'ldashevga, shu Sho'rchi tumanidan, Surxondaryodan. Keyin bu aytyapti, o'rtog'im bordi, koridor, hech narsa qilganim yo'q deyapti. Ichki ishlar kelib meni qamayapti. Sotuimda bitta nima erotiskiy nima topayapti. Uni ham 242-moddani qo'yib, распространение ekan u, через internet telekommunikatsioniy nima orqali tarqatish va uyda tayyorlash va shu videoni ishlab chiqarish. U videoni ishlab ham chiqargani yo'q, uni оборудованияsi ham yo'q. U Xitoyda ishlab chiqarilgan ekan. Ekspert заключение bo'yicha yo'q. Bez ekspertiza заключение qanday Rossiyada? U shu bo'yicha ham 7 yil berdi. Endi bunga ekspertizada hech narsasi yo'q. Psixologlar aytyapti, bu normalniy erkak, pedofiliya yo'q. Mana bunday maniakalniy nimasi yo'q uni. Intilishi o'g'il bolalarga unday narsadan bizda testdan o'tdi, psixofiziologik laboratoriyadan o'tgan. Qandayga Kiselov degan shu sudya, xorami sudya, iflos. Yuragi ham yo'q. 20 yil beriyor. U bolaga deydi qo'ldan ushlagani uchun, nima qilgani uchun половой трогал degan deyapti. Dadinka ne трогал deyapti u. Ekspertiza заключение ham hech qanday bir nima yo'q. 17 yil beryapti. Bu akasi statya 5 yashar bolaga nisbatan ojizlikdan foydalanib, seksualniy домогательство qilib, nasiliya, kuch ishlatsa, u yalang'och tarzda bo'lish kerak ekan. Kiyimda hech narsa bo'lgani yo'q. Bir 15 sutkalik ham ish ham bo'lgani yo'q.
unga xuddi 10 ta odamni o'ldirganday 12 yildan 20 yilgacha ekan shu statya 17 yil beryapti. Keyin bu pornografiya распространение qilgan deyapti. Xuddi buni kinostudiyasi borgandek bittagina o'zi ko'rayotganmi, ko'rmagan bir oshnasi taylagan ekan, uyiga zvonib turar ekan, parolini ham bilar ekan. U shu sotkasi общагida yotar ekan, hamma foydalanar ekan. 5 ta o'rtog'i hammasi sudda aytgan. Biz foydalangan. Bittasi taylagan ekan. Shu video shu yerda qolgan. Unda ham bitta yigitni ko'tarib turibdi, bir xitoyskiy. Где-то 15 sekundlik bo'ldi. Shu uchun ham endi 7 yil beradimi? U ma'muriy o'zi ko'rgan ekspertiz sen shunday ekansan deb gumon, prezumsiya aybsizlik prezumsiyasiga kirmaydi. Konstitutsiya Rossiya bo'yicha O'zbekistonda ham aybsizlik konstitutsiyasida yozilgan prezumsiyasi, jinoyat protsessual kodeksida ham, jinoyatda ham hech kim sudning qarori bilan ali jinoyatchi deb gumon bilan gumon. Har bir gumon ayblanuvchining foydasiga. Bunga qaysi vijdon bilan bu sudya, bu tergovchi, bu ayol insofsiz. Mana bu yerda hozir prezidentimiz bekarga jasoratni bermadi. Mana ko'rib qo'yinglar, bizda o'zbeklar qanday 7 yoshar bolalarni 7-etajdan tushib ketayotganda trayektoriyasi tushishi. Bu 200 kilolik nima bo'lar ekan? 17 sekundda uchar ekan. 200 kilogram kuch bilan zarba bilan tushar ekan. Uni ushlab qolyapti. Yaxshi ham tirik. Yo'q. Ko'kragini yorib olsa nima bo'lardi? Ana shunday o'zbeklar bor. Bu mana hozir sudya, Naxodkadagi sudya Kiselyov, Maras 17 yil hali ham ishlayapti ekan. 21-yilda qamagan, hali ham delalari bor ekan. Shu o'zbekni qamagani nima uchun? Ekspertizalar ham ko'rsatyapti foydasiga. Lekin aytyapti, bunga yengillik qildi deyapti. 20 bermadik, 17 qildi. Mana zato buni statyani 17 ekalasini 60 bilan qo'shib uzil kesil bilan 20 yil beryapti. 20 yil 10 ta 15 odamni otganlarga beradi. Bu umrbod degan 20 yil. Yaxshi ham hali o'lim jazosini e'lon qilmabdi. Agar o'lim jazosini otib taylar ekan. Biz so'rashgan ekan. Shuning uchun Rossiyada yurganlar rus bolalarini qo'llaringga detskiy plashatkada olmanglar, so'rashmanglar, uzoqroq yuringlar. Ayni tushib ketayotgan bo'lsa, ushlab olsa bo'ladi. Unda rahmat aytadi. Ana bir xususiy bir firma fondi bor, Margarita degan 1 million beribdi, lekin davlat bergani yo'q. U ham bir sensatsiya bo'lib ketdi. Ana shunday perivodni umidni uzmanglar. To'g'ri meni tushuninglar. Mana sizlarga hozir Popovich aytib berdim. Men bu yerda aybim yo'q. Hatto yomonda endi boradigan joyimiz 71 ga kirgan odamga tuhmat qilish ham gunoh. Asossiz yolg'on prezident qarori. Men isbot qilyapman, men yolg'on emas. Bu qaror bor. Nimaga bajarmadingiz? Bajarish bosh duxing yetsa bosh vazir Abdulla Aripovga unga murojaat qilinglar. Meniki analitika video ko'rsatish. Rahmat. Like, podpiska, prosmotr. Bo'ldi. Men chiqaraveraman. Menga video chiqaringlar deb unga ham xarajat ketadi. Bir tin hech kim hali mana 3 yil bo'ldi o'tkazgan nima qilayotganim 3,5 yil bo'lyapti. Bir tin hali bunday o'tkazgani yo'q. Mana videolar uchun. Hammasi o'zimning hisobimdan chiqaryapman. Yaqinda jurnal ham, kitob ham chiqaraman. Rossiyaga borsam rus tilida.
Hammasi rus tilida. Shunday. E'tiborlaringiz uchun rahmat.